foizdan, erkaklarga 20% hisoblanadi. 5 yilga kredit beryapmiz. 1,5 dardi bilan 100 milliongacha vizalar, 200 millionga zalog qo'yib olsangiz bo'ladi. 26%dan misol uchun qaysidir bankda sizlar 30%dan, 32%dan kredit olgan bo'lsangiz mumkin. O'shani bizlar o'zimiz to'lab berib, 26%dan sizlarga to'lashlaringiz bo'ladi. Kimning krediti bor misol uchun 32-30%? Hafta kreditni uy olganmiz, qanaqa kreditlar bizda? Kreditlaringiz bormi? Bor. Necha foiz olgansiz? 28. Necha yil olgansiz? 300 ga bizda 4 yilga qilamiz shuni. 26%. Kreditni o'zimizda birdan qoplab beramiz. 100 million olganimizda, 100 million, 200 million olganimizda. Qancha? 27 million. 27 million bizga qoplab bersak, 20 million bizga bugun qoplab beramiz. Bizlarga keyin 3 yil bizlarga to'laydi 26%. Qancha kredit bo'lsa bizlar qoplab berib, bizlarga grafika hamma kredit bizlarga o'tadi. Shunaqa imtiyozli kreditlarimiz bor bizda. Boshlig'i har kim bitta biz qadriyatni kelgancha shu 500 raqamlarga oladi. Hozir bizlarda chiqmas qancha? 300 million. 300 million. Bu